Yaxshimizlar do'stlar, men sizlarning sodda yuztuban do'stinglar yandim bayon. Bugun oshiq mashqlar bayrami. Qachon jiqpullar tejilib qoldi. Bugunkidek kinoxonlar jimjit kunlarda, yotoqlardan ovozmi chiqmaydigan tunlarda sizlarga bir ahli kamti ko'zi qorqu bo'lgan, o'zining eri bilan oshig'ini farqlandirmaydigan bir qiz bolaning muhabbatli hikoyasini so'zlamoqchi. Sharilxon ro'lag'an bu yigit 3 yaxshi, 5 a'lo, 9 tal, lekin 10 kulining biri mechilmagan, qarmoq sal dalti ko'rinadigan isil bola bo'lib, odat so'rinlag'i jiq parmag'ashqa uni So'rin deb ataydi. Kino'rimiz boshlanishi bilan So'rin muallimining qizining to'yiga qatnashadi. To'y kuni So'rin kelinchak Soniga ko'z tushib qoldi. Toni bo'lsa to'y deganda o'ynab qiyoqas jo'qan chiqarib etdi. So'rin ko'ngilda "Ey isat bunda qiz bola menga bas bulmamdi" deb turishiga o'ylamag'aydan xush xabar kelib, Tonining ko'yima pishima deb tekkan eri o'lib qoladi. Bu shum xabarni ko'taranmagan Tonining dalsi o'rin tutib yetib qoladi. Hamda So'rinni yeniga chaqirib mundaq deydi: "Hey bolam, men ketib qoladigan chiroyba. Mosh qizim bek esil cho'ng'ogan. Talad o'ynab yurgani bilan haqiqatan yaxshi qiz bola. Hapomay atidarchilik qilib ap qo'ysang bo'pti-ku. Hey qizim, So'rin yaxshi bola. Qarmoqqa daltidek tug'uni bilan bek esqatidi, yama esqatidi. Nerga mushtaballah bekerek esqatidi qizim." Tonining ko'ngli o'ldi. Voda ayting silah degan narsa qalbisiga kirib olgan edi. Lekin dadisining vasiyatini yondo'g'is kelmadi. Mayli dada, qahrdandan No'ruz yaxshi, Ma'tuladan Go'roz yaxshi deb teksam tegay dedi. So'rin qiynatsini o'ngishli kuydirib pishirib olgandan keyin Toni bilan to'y qiladi. "Ey So'rin, bugun to'ppan qizil bo'g'ini bilan at qandarangda kim biladi?" To'y oxirlashib hujraga kirgandan keyin So'rin Toniga "Siz ostriting, men ustiga chiqay" deb ishtam-ishtallarni silib, ishtam-ishtallarni yeshikka silib, ikkinchi qavatga chiqib yotadi. Ha? Tas qoldim qiyib ketgan. Atdan boshlab So'rin shunchalik boqadiki ayolini, tomoqlarni etib, chin-qochlarni yuyib, uylarni ratlab tayyor qiladi. Mana muhabbatlik turmushning asosi, muhabbatlik turmushning asosi bir-biriga mushundoq ko'yinish, bir-birini mushundoq tushunish edi. Shirkatdagi xizmatdoshlari So'rinning o'g'irlik to'y qilganligini bilib, intoyin qabuladi. Hamda bugunga sening uyingga berib pat qilamiz deb chim turib oladi. Azaldan So'rin qilib boqmagan So'rin xijolatchilikda qilib, qaytib berib ayolidan "Hapomay So'ringa 5 minut beshingizda tiqib qo'yib chiqasangiz mayli" deb o'tinadi. Lekin bu qandoqmi mumkin bo'lsin? O'ylamagan yerdan Toni rost degandek mehmonlar bilan ko'rishgani chiqdi. Bu ishdan hayron bo'lgan So'rin Tonining o'zining shunchalik yuzini qilganligidan intoyin xush bo'ladi. Kashf bo'lganda Toni So'rinni izlab kelib, ko'ngildagi gapni aytadi. "So'rin, siz bek yaxshi odam, yaxshi bola, yaxshi yigit. Lekin biz to'y qildik. To'y qilgan bilan men sizni yaxshi ko'rmayman. Men ham sizni sevmayman. Biz unda cho'nglardek ishlarni qilsak bo'lmaydi. Tushundingizmi? Shu balango bo'ladi." Bu gaplarni anglagan So'rinning kallasi tuyuqsiz ichilib ketadi. "So desene. Asli meni badaningiz puraydi-ku" deb yaqinlashmoqda. So'rin maldagi bekorlik suvda badanni bir qo'r choyqib etgandan keyin uyga pokiz bo'lib kirdi. Mana haqiqatan pokiz erning turiqi boshqacha deb, ayoli boshqacha yosinib tomoqlarni etib tayyor qilib qo'ygan edi. Bu ishlardan ta'sirlangan So'rin qiynotisining jasad guli qochilangan qochini elib, xo'shal kayfiyatda xizmatga boradi. Mana ayol kishini xush qiladi, kishining mozlig'i, kishiga bek yoqadi, ayol kishining nozlig'i degandek, ayolning bu o'zgarishlari So'ringa bek yoqdi. Shu kundan boshlab So'rin xo'shal kayfiyatga cho'midi. Kunda naqshi aytib, usul o'ynab, ko'ch-ko'ylarga chiqadi. "O'yna So'rin, o'yna. So'rinda o'ynamagan usulingni ko'ch-ko'ylarda o'yna. Xohlasang Vangbada o'yna, Dibada o'yna. Meni desang Mayyobada o'yna, Shixobada o'yna. Lekin bizning mahallada bundoq o'ynagan bo'lsang, bu chaqchi doktorxonada ko'ratding o'zingni." Uyga qaytgan So'rin karvatining pokizlanib ketganligini ko'rib, "Voy, bu karvat shikoyatini ko'taralammi?" deb ustiga chiqib, to'q-puti bilan dassab maynat qiladi. Shundoq kunlarning birsida Toni yo'lda ketib usul tarbiyalash to'g'riliq bir e'lonni ko'rib qoladi. Hamda So'ringa "Ey, mening bu usul o'rgangan batdi, men bu badallarimni to'lg'ab haqlar bilan surkishib o'ynaydigan" deydi. Muhabbat ishqida kuyayotgan So'rin xotini nima desa ha deydi albatta. Atsi Toni o'zining eng yaqin satirash oxingisi Moltoq deyangni izlab berib, "Mening bu bak fashion bo'g'im batdi" deydi. "Vi atash, o'dim mingizga to'g'ri chaqira, o'dim mingiz Toni deganimda.
İkinci o adaş taygavşınlı degine o. Ni şişan olsan çok ara şeygov gitse adaş men üzen bir qulluq fashion qıytma degine qara. Mana dostum Moltuq Diangyu'nun yuqur texnikasi ostida So'rin o'ngishli holda uzun yillik Gorozdin bir tüp qonaqqa o'zgardi. Satrashxondan chiqqan So'rin Uddullu maktabga kelib tizimladi. Hamda bu yerda intoyin jiqshin zayliq qizlarning borlig'ini ko'rib, o'diqib qisqishpaqdek minib ketdi. Maktabda muallimlar nomer taqib o'tadi. Qiziqlar bo'lsa, mushu nomerga asosan juplashib usul o'ynaydi, jup bo'lib usul o'ynaydi. O'ylamagandan So'rinning nomeri ayoli bilan o'xshash chiqib qoldi. Oh my god, ssenariyni yazsang, mushta yazsang, bo'lmasa uyingga qaytib opangni boqsang degan naqmishi bo'ldi-da. So'rinning ayoli uzun yillik qarqarg'uz bo'lib, ko'danak taqib olgan erini to'yolmadi. Yaxshimisiz? Men ismim Taj. İsmingiz nima? Oh my baby. Mening ismim Sharlxon deb atsangiz bo'ladi. Aha, Sharlxon. o'ngishli holda ama ayoli bilan tanishib olgan So'rin xo'sha oldi Moltuq Diangyu'ni izlab keldi. Canım adaş, ben muhabbetlashdim. O'zimning ayoli bilan. Sen tushunamsan unda hissiyatni? Ahi tumihu yahu bin degan hissiyatni tushunamsan? Tushunmayman adaş. Mening bu burunqi yigitim, burunqi muhabbetim. Sendek şey burutluq diye adaş, men mi tushunmayman? Shu kundan boshlab So'rin kunduz Sharlxon deb yasinib, ayolining yili usul o'rgangani bordi. Hamda ayoliga bazlik qilib, shoshlik qilib, kunda ayolining kaydiga kirib olib, Tonining ko'nglida o'lab ketgan shu ko'ni datlashgan motorni qaytadan o'taldirdi. Ular ta'linadi. Usul o'ynab ta'linadi. Chiliq yo'l bo'ladi. Yomg'irda qilib chiliq yo'l bo'ladi. Moshundaq muhim bosqichlarni ko'zdan kechirgandan keyin Sharlxon Tonining ko'nglidan cho'nqur o'rin oladi. Tani ko'zini ossimi Sharlxon, shumsimi Sharlxon? Sharlxon desa o'lib ketadigan bo'ladi. Danshin yigitlar bu usullarni o'rganib olgan. Kunda kelib ko'ndirib qo'ygan Sharlxon bugun kammidi. Tanining ichi qattiq siqildi. Hamda xalqlarning ko'nib qolsang kuning tas, judung bo'lsang bo'lasan past degan gapiga quloq solmay, Sharlxonning ishlaydigan yeriga istab bordi. O'tgan kunlarni eslab to'mirni silab o'tdagan Bekay Satrash Tanining kirganligini ko'rib, darhol So'ringa telefon qildi. Buni anglagan So'rin bey maoshimni tutmamdimi demay, Sharlxonga o'zgarib chaqmoqdek paydo bo'ladi. Ammo meni dahshat sig'inibsiz-da. Xato tushunmang. Men faqat usulni maslahatlashaylik deb keldim. Qaysi usulga o'yinsak bo'lar? Voy, buni o'zingiz bilmadim, men to'g'ri bilmadim. Endi men deyman, shu Hindiston xalq ohanglaridan Shalimo o'ynab qamdiq ya. Ammo men g'azab o'ynayman. Odam chamman bo'ldi. Deb qapsiz. Tirtivitime oyna. Shu kundan boshlab ikkisi kunni ulab besib mashq qiladi. 3, 2, 1, music. Kunda Sharlxon bilan xo'xaga o'ynab, gulqaqalari ichilib ketgan Tani oxir murodiga yetib, al-qulg'ush musobaqaga qatnashish salohiyatiga erishdi. Bu xush xabardan oyojini bosanmagan bu eri xotin xo'shalligida Sharlxonni bog'baq qildi. Kechda ishdan tushib uyga qaytgan So'rin ayolining yuzidagi tabassumni ko'rib, intayin suyunib ketdi. Muborak bo'lsin yo'ldosh Tani. Rahmat sizga, yo'ldosh So'rin. Atsi Tani muskuli o'zidan taraq qilgan bir qiz bilan gap talashib qoladi. Ben nima deysa? Hep nima? Men sana deb qo'yacağım ama ayğımı əlibi. Men sana dey. Xili yeladin ağın. Ağzınıcım, ili beka ağzını putamni tiqib to'shay qilib olma. Sharlxon bo'lsa jidan oryanmay Tanini ilib qechishga majbur bo'ldi. Ochiq yonmagan Tani biyay Nimaga qochatdiq? Yasayman aşkisi men bugun. deydi-da. Hamda Sharlxonning motosini quloqchi dasab keyinni qo'g'lab berib bosh patanqa burni silib ikkisini cho'q etib qilib tushirib, puhadan toza chiqdi. Atsi Tani Rojarning motosini keyniga chingini o'ltirib, tog'dagi butxonga tavob qo'yish yo'qligini boradi. Hamda bu kinodagi eng qiyoqas naqsha to'ji rabi tubaxi degan Miti mushundaroq bir naqshini aytib, kinoni eng yuqori pallasiga chiqardi. Kashuxonda bo'shik tumxihu shaharning eng yuqori pallasiga chiqib, shahar manzarasini ko'rdi. Lekin dal mushchaqda tuyuqsiz shaharning chiroqlari o'chib, shaharning o'ttirda I love you degan so'z paydo bo'ladi. Tina buningdan qattiq hayron qoladi. Pa, nima degan sat yozilgan xat bu?
qaysi bekorchining qilgan ishi bor edi deb hayron qoldi. Shorilxon bo'lsa o'zining qilishlardan faxrlanib so'zlaydi. Hamda muhabbat uchun nima qilsam mayli, bunga cho'rg'ila chiqolmaydigan ish bo'lsa hammaga rozi deydi. Bu ishlardan ta'sirlangan Toni Kechiring Roger, men to'y qilib bo'ldim deb mildir yosh to'kib ketadi. Hey bechara oshiq. Tonining javobini anglagan So'rin ko'ngli bir qisman bo'lib qoldi. Tavba adash, u Shorilxonni juja qilib etdi. Voy adash, sen u emas. Emsi u kim? Men kim? Bu zodi kim bilalmi? Adash, men sana desem sen bir xil bentay bo'lib qolsan. So'rinning qalisiga tuyuqsiz bir aql keldi. To'g'ri. Har qanday qiz bola menga uch bo'lsa uch bo'ladi-ki, hargiz shousiga ushunmaydi. Yaponiya ko'chasiga opirib, shousidan birini appasam, xo'shal bo'lib ketsa ajab emas deb atsi Yaponiya ko'chasidagi faoliyatga qatnashgani bordi. So'rin bir pangzining sahnada haqlarni ko'tarib, aql totqinni ko'rib, "Voy, mening bir aql deb qo'ysam bo'ladi" yaqinda yog'shinching boqog'u deydi. So'rin oldidagi bu mo'chil turib qizil kusar kiyib olgan pangzini ko'rib, ichidan suyunib ketdi. "Aka, xapolmay mening bir aql deb qo'ysangiz o'tdiga, ko'tarib, bu aqib qo'ysangiz." Mekile ufka mekile. Mekile. Bak. Meke bak. Aeroplan geldi. Aeroplan uçtu. Vay sadgan kete yeni bir işkini o aqib qo'ysangiz bo'pti-ki degan So'rin yaponlikqa esil bilib buni o'rgatib soladi. Ladies and gentlemen, mana yaponlikni o'rgatib, mishi qilib etdi. Bu ishdan xabar topgan ayoli qattiq xapalab ketadi. Nima qilganingiz bu? Ha? Oshtami qilamsiz? Nima degan xatarlik ish bu? Zo'lab injiqlaverib, yerilib ketsa qanday qilasiz? Tonining ko'ngliga ayon edi. Bu ishlarning hammani So'rin Tonini xush qilish uchun qilayotgan edi. Lekin Tonining ko'ngli ko'tarilmadi. Chunki Toni bu muhabbatga arzimayman deb o'ylaydi. Atsi Toni dadsining jasadga qochilangan qochiga tomoqni silib, So'rinning shirkitiga abu so'rg'ini bordi. Hamda yo'g'on bir varaqqa chiroyliqcha hindistoncha qilib, "I'm sorry" deb yozib qo'ydi. Moyoqdan duyibchi deb qo'yib, oyoqdan ichi metaldab o'ltiran bo'lgan bu ko'z ko'r xotin oxiri Shorilxonni izlab boradi. Bu ishdan xabar topgan So'rinmi darhol yosinib naq maydonda paydo bo'ladi. Xanam, kelib qapsiz-ku, ha? Men sizga bir gapni qilib keldim. Shorilxon. Rost eniya. Gaplardan ta'sirlangan Shorilxon uni chimmini quchoqlab oladi. Meni ap qechib ketdim. Shiroqlarga, xuddi Hindiston filmidek ap qechib ketdim. So'rinning beshiga qattiq g'am tushdi. Atla. Adash, o'zimning xotinimni o'zim talishib ektamanmi? Atsi Toni o'zining baxtini tilayotgan chog'da, Jiroqdan So'rin xuddi yangi xizmatga chiqqan qassobdek minib keladi. Kichigidan tortib qo'y go'shiga amroq bo'lgan Toni yo'ldishining bu qiyofatini ko'rib, yuraklari o'ynab ketadi. Ko'zni yumib ochqicha musobaqa vaqtimi yetib keladi. Kichigidan boshlab homilalikni yeb cho'ng bo'lgan bu kayfiyati turaqsiz lingiltaq qiz bola Shorilxonni chaqirib, ko'ngdagi gapni yana bir qitim deydi. "Deybichi, ay sola, o'da logo bang-bangda. Nima deysiz Sholiga? O'zingiz qochma degan yo?" Toni Shorilxonga shu o'zining qadrini qilayotgan qadrlik insonning qadrsiz bo'lib qolishini xohlamaydiganligini aytadi. Hamda baxtli bo'ling deb asta ketib qoladi. Bu gaplarni ko'tarilmagan Shorilxon qo'ltig'ini qattiq bir purvitib, masligini yeshib, yo kulish yo yig'ilishini bilmay asta ketib qoladi. Musobaqa vaqtida Shorilxonning kammaydiganligi ko'ngliga ayon bo'lgan Toni musobaqani to'xtatishni talab qildi. Lekin o'ylamagan yerdan ishning uyqudan So'rin xuddi kanat qodirdek asta minib chiqdi. Hamda yangsini ko'zitib bir chang o'ynaydi. Mushu har bir harakatlarda isiga olgan Toni asli o'zining yo'ldishining Shorilxon ekanligini tushunib yetdi. Hamda yo'ldishining o'zi uchun qanchalik qurbonlik qilganliklarini tushunib yetdi. Mana muhabbat tushunish ham qurbonlik berishdir. Hargizmi bir taraflama ko'chilab ilaverish emas. Hikoyamiz mushaga kelib oxirlashdi. Toni bilan So'rin haqiqiy baxtli bir juftlardan bo'ladi. To'liq nusxasini ko'rmoqchi bo'lsanglar 22 saloniga a'zo bo'linglar.